Nega O'zbekiston Afg'oniston bilan hamkorlik qilishga intilishda davom etishi kerak? Hozir shu haqida. Rasmiy Toshkent Afg'onistondagi barqarorlikni kengroq Markaziy va Janubiy Osiyo mintaqasi xavfsizligi va barqarorligi uchun muhim deya hisoblaydi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 7-aprel kuni Toshkentda bo'lib o'tgan Parlamentlararo ittifoqning 150-assambleyasida yana bir bor xalqaro hamjamiyatni Afg'onistonni yakkalab qo'ymaslikka chaqirdi. Davlatimiz rahbari amaldagi hukumat bilan konstruktiv muloqot o'rnatish va Afg'onistonni Markaziy Osiyoning ajralmas qismi sifatida tan olish muhimligini ta'kidladi. Bu O'zbekistonning Afg'oniston davlati barqarorligini qo'llab-quvvatlash bo'yicha birinchi marta harakatlari emas. 2021-yilda Tolibon hokimiyatni egallab olgan va AQSh kuchlari olib chiqilib ketishi ortidan Shanxay hamkorlik tashkiloti yetakchilari 2021-yil 17-sentyabr kuni sammitga yig'ilgan edi. Sammitda Shavkat Mirziyoyev nafaqat Afg'onistonning davlat aktivlari bo'yicha nutq so'zlagandi. Oradan bir necha kun o'tib, Mirziyoyev BMT Bosh Assambleyasining 76-sessiyasidagi nutqida Afg'oniston Markaziy Osiyoning ajralmas qismi ekanligini yana bir bor ta'kidladi. Davlatimiz rahbari BMTni mamlakatda tinchlik va barqarorlikni o'rnatishda ko'proq rol o'ynashga chaqirib, uni yanada kuchli ta'sir va balandroq ovozga ega bo'lishga chorladi. U shuningdek, xalqaro hamkorlikni yaxshilash uchun BMTning Afg'oniston bo'yicha doimiy qo'mitasini tashkil etish taklifini berdi. Oradan bir yil o'tib 2022-yil iyul oyida Mirziyoyev tashabbusi bilan Toshkentda 20 dan ortiq davlat va xalqaro tashkilotlardan Afg'oniston bo'yicha maxsus vakillar hamda Tolibon boshqaruvidagi Afg'oniston muvaqqat hukumati delegatsiyasi ishtirok etgan Afg'oniston xavfsizlik va iqtisodiy taraqqiyot xalqaro konferensiyasi bo'lib o'tdi. Bu harakatlar alohida hodisalar emas. Aksincha, ular 2016-yilda Mirziyoyev hokimiyatga kelganidan beri O'zbekiston tashqi siyosatidagi izchil namunani aks ettiradi. Toshkent Afg'onistonda tinchlik o'rnatilishi tarafdori ekanini bir necha bor bildirgan. Afg'on vakillarini qabul qilgan va mamlakatda barqarorlikni ta'minlash uchun xalqaro va mintaqaviy manfaatdor tomonlar bilan muloqotga ko'maklashgan. O'zbekistonning tinch Afg'onistondan manfaatdorligi ko'p maqsadlarga ega. Bugun O'zbekiston hukumati mintaqa tinch bo'lishi uchun harakat qilmoqda. Shu boisdan ham Afg'onistondagi barqarorlikni Markaziy Osiyo va Janubiy Osiyo keng mintaqasi xavfsizligi va barqarorligi uchun muhim deb biladi. Geosiyosiy nuqtai nazardan O'zbekiston Afg'onistonga Janubiy Osiyo uchun muhim darvoza sifatida qaraydi. O'zbekiston dengizga chiqmagan davlat bo'lgani uchun bevosita Afg'oniston orqali buni amalga oshirish yo'llarini izlaydi. Bugun hukumat O'zbekistonni Mozori Sharif va Kobul orqali Pokistonning Gvadar va Karachi portlari bilan bog'lashga qaratilgan ulkan loyiha Trans-Afg'on temir yo'lining asosiy tarafdori bo'lib kelgan. 2021-yil fevral oyida O'zbekiston, Afg'oniston va Pokiston 600 kilometrlik Termiz Mozori Sharif Kobul Peshawar temir yo'lini qurish bo'yicha kelishuvlarni yoki yo'l xaritasini Toshkentda imzolagan edi. Qurilish 2021-yil sentyabrida boshlanishi rejalashtirilgan bo'lsa-da, Afg'onistondagi siyosiy o'tish davri tufayli u kechiktirildi. Shunga qaramay, Afg'oniston Tolibon hukumati loyihaga 2021-yil dekabr oyida rasman qo'shildi. Shundan so'ng 2022-yilda O'zbekiston hududida texnik va iqtisodiy asoslash amalga oshirildi. Muzokaralarning yakuniy bosqichi 2023-yil o'rtalarida boshlangan. Bu koridor qurib bitkazilsa, yiliga 20 million tonna yuk tashish imkoniyati paydo bo'ladi. Afg'oniston orqali o'tadigan temir yo'limiz Janubiy Osiyoga olib boradigan eng yaxshi, arzon va xavfsiz yo'ldir degan edi Shavkat Mirziyoyev 2023-yilda mahalliy tadbirkorlar bilan suhbatda. Afg'oniston shuningdek o'zbek tovarlari uchun katta bozor bo'lib 43 millionga yaqin aholiga ega. Ularning qariyb 10%ni etnik o'zbeklar tashkil etadi. Islom Karimov davrida O'zbekiston xorijdagi, jumladan Afg'onistondagi o'z etnik qarindoshlaridan ehtiyotkorona masofani saqlagan. Karimovning o'zbek o'ziga xosligi haqidagi qarashlari diaspora aloqalari emas, balki hududiy chegaralar bilan qat'iy belgilangan edi. Shavkat Mirziyoyev davrida bu pozitsiya keskin o'zgardi. Toshkent o'zining janubiy qo'shnisi bilan yaqin qarindoshlik va hududiy qo'shnichilik munosabatlaridan foydalangan holda chuqurroq iqtisodiy aloqalarni davom ettirmoqda. Afg'oniston hozirda O'zbekistonning 5-yirik eksport bozori hisoblanadi. 2023-yilda ikki davlat o'rtasidagi o'zaro tovar ayirboshlash hajmi 866 million dollarga yetgan bo'lsa, joriy yil 1-mart kuni O'zbekiston investitsiyalar, sanoat va savdo vaziri Laziz Qudratov Tolibon harakati savdo vaziri Nuriddin Aziziy bilan uchrashib, o'zaro tovar ayirboshlash hajmini 3 milliard dollarga yetkazish bo'yicha
aniq chora-tadbirlarni belgilab berdi. Toshkent shuningdek, ayni paytda O'zbekistonda afg'on sarmoyasi ishtirokidagi 550 kompaniya faoliyat yuritayotgani, ulardan 443 tasi, ya'ni 80% to'liq afg'on kapitali hisobidan moliyalashtirilgani haqida xabarlar berdi. Afg'oniston, Qirg'iziston va Tojikiston bilan bir qatorda O'zbekiston bilan ijobiy savdo balansini saqlab turgan 3 ta davlatdan biridir. O'zbekiston 2023-yilda Afg'oniston chegarasida savdo va transchegaraviy biznesni rivojlantirish uchun mo'ljallangan Aerotom erkin iqtisodiy zonasini ishlashga tushirdi. Bu Markaziy Osiyodagi birinchi erkin savdo zonasi edi. Toshkent shahrining sobiq hokimi va Akfa Group asoschisi Jahongir Ortiqxo'jayev tomonidan 70 million dollarga qurilgan ushbu zona siyosat ustidan biznes yondashuvi asosida qurilgan. U 400 ga yaqin do'kon, mehmonxona va Afg'oniston, shuningdek Tojikistondan kelgan bemorlarga xizmat ko'rsatadigan klinikani o'z ichiga oladi. Afg'oniston fuqarolari hududga 15 kungacha vizasiz kirishlari mumkin va loyiha 5000 tagacha ish o'rni yaratishi kutilgan. Aerotomda do'kon ochgan o'zbekistonlik tadbirkorlar Afg'oniston bozori allaqachon Hindiston va Pokiston mahsulotlari bilan to'lib ketganini, biroq ular raqobatlashishga va O'zbekistonda ishlab chiqarilgan mahsulotlarga joy ochishga intilayotganini ta'kidladi. O'zbekiston beqaror va yakkalanib qolgan Afg'onistondan janubiy qo'shnisi bilan ziddiyatga kirishishdan manfaatdor emas. Uning diplomatiyaga intilishi, hatto Kobulning Qo'shtepa kanali, O'zbekiston paxta dalalari va qishloq xo'jaligini qo'llab-quvvatlovchi ikki daryodan biri bo'lgan Amudaryodan burish bo'yicha ulkan loyiha kelajakda suv muammosi yuzaga kelishi mumkin bo'lgan xavotirlarga qaramay Toshkentning tinchlikni saqlashga sodiqligini ko'rsatadi. Kobuldagi hokimiyatda kim bo'lishidan qat'iy nazar, O'zbekiston doimiy ravishda konstruktiv munosabatlarni saqlab qolishga intiladi. Bu sa'y-harakatlar faqat iqtisodiy manfaatlar bilan bog'liq emas. Markaziy Osiyodagi qo'shnilari kabi O'zbekiston ham islomiy radikalizmdan ehtiyotkorroq bo'lib, Tolibon bilan do'stona aloqalarni rivojlantirish, ekstremistik ta'sirlarni to'xtatib turishiga umid qiladi.